Uyalmaysanmi shunaqa kiyimlarni kiyib chiqqan? Eh, Shodayam negativchilik qilasizlar, hech ham tushunmayman-da. Nima, insonni kiyimi biror narsani anglatib beradimi yo hozirgi zamonda shunaqami? Kiyimga qarab insonlar muomala qiladimi? Endi bu degani kiyimi yo'q degani emas-ku. Bor kiyimlarni kiyib chiqyapman. Unaqa qimmat kiyina olmasam-da, o'zimga yarasha kiyinaman. Agar meni kiyimimga qarab muomala qiladigan bo'lsalaring, yaxshisi meni kuzatmanglar, bloklab tashlanglar, umuman menga e'tibor bermanglar. Agar kiyimga qarab muomala qiladigan bo'lsalaring-da, insonning kiyimi hech narsani o'zgartirmaydi. Chiroyli o'ziga qarab yuribdimi? Kiyimlari ham bo'ldi, nima? Shartmi boylardaqa kiyinish yoki boyvachchalarga o'xshab kiyinib yurish? Unaqa qimmat kiyimlarni kiyib, uvol qilib, pulni ortiqcha sarf xarajat qilib, kimga keragi bu? Masalan, menga unaqa ortiqcha sarf xarajat qilishlar yoqmaydi. Ortiqcha unaqa hamma pulga kiyim olishlar ham yoqmaydi. Borini kiyib ketaverish kerak-da o'zi aslida. Unaqa hamma pulga kiyim olib, bitta video uchun yoki videolar uchun har 77 xil kiyinib video qo'yishdan nima foyda? Baribir u kiyimlarni keyin masalan bir marta kiygan kiyimlaringizni keyin videoga kiya olmasangiz, ular baribir uvol bo'lib ketadi-ku, yana yangi bu ortiqcha sarf xarajatni keltirib chiqaradi. Shuning uchun men borimni kiyaman. Agar bu kiyimlarim sizlarga yoqmayotgan bo'lsa, meni yaxshisi kuzatmanglar. Agar meni kiyimimga qarab muomala qiladigan bo'lsalaring, meni kuzatmay qo'yaveringlar. Kiyimim nimani hal qilib beradi sizlar uchun? Nima uchun meni kiyimimga e'tibor berasizlar? Bir xil kiyim bo'lsa ham toza, chiroyli, akkuratniy qilib yuvib, tozalab kiyaman. Nima bo'pti endi mana shu kiyimlarga? Masalan, sizlar ham masalan bir kunda necha xil kiyim kiyasizlar? Yoki bir oyda necha xil kiyim kiyasizlar? Men masalan bir oyda uyga bitta kiyim kiyib yuraveraman. Almashtirib, agar yuvadigan bo'lsam almashtirib shunaqa. Xullas hamma shunaqa. Bu yerda kommentariyada ba'zi birlaring negativchilik qilib o'tirmanglar-da. Kommentariyada hamma o'zini ko'rsatadi, lekin aslida hayotda mendan battar kiyinib yurishadi. Umuman o'zlarini ba'zilarning kiyimlari ham yo'q, lekin bu yerga chiqib olib yozishaveradi. Unaqa qilgin, bunaqa kiyim olgin, senga bu kiyimlar yarashmaydi, o'zi bitta kiyiming bor ekan deb gapirishaveradi. Men borini kiyib chiqib qo'yaveraman. Agar yoqmayotgan bo'lsa kuzatmanglar, tamom. Unaqa qilib yozib negativchilik fikr bildirib ham o'tirmanglar. Shunaqa. Oddiylikda halovat bor deydi-ku, oddiy kiyimlar. Bu kiyimlar ham hammasi chiroyli kiyimlar. Shunaqa.